Voy 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 voy. Chorvachilarimiz uchun xushxabar. Beda somonlarning narxi tushib ketgan, lekin sizni qo'yishga joyingiz yo'q. Murodjon, nimaga bo'tga chiqib olgan deb o'ylab turishingiz mumkin-a? Hozir men sizga aytaman, bedalarni, somonlarni zaxira qilib qo'yish uchun har kimda ham bunaqa sharoit topilavermaydi. Vodiylik akalarimiz mana bunaqa traktorlar uchun joy deysizmi, zaxira deysizmi? Arzondan 150 ming so'mdan 250 minggacha borib qilib berishadi. Konteyner profilidan 30 metrgacha bez ustun, ko'ryapsizmi kengligini? Ustunlari yo'q. Bu yerda mazza qilib futbol o'ynasangiz ham bo'ladi. Aylanib, xohlaganingizga texnikalarni joylab qo'yib, somon, bedalarni, mana bunaqa traktorlarni qo'yib qo'yib, mazza qiladigan joyi. Hamyonbop, pulim yo'q, qiynaldim deb yurmaysiz-da. Mana men shunaqa joyga kelganman. Bu molxonamizning razmeriga keladigan bo'lsa, uzunligi 100 metr, eniga 10 metr ekan. Bahosi 180 ming so'mdan tayinlab berishgan. Arzon varianti deb aytibdilar. Sizga ham kerakmi shunaqa arzoni? Molxona kattaligidan bekinmacha o'ynashingiz mumkin. Mana kattasi, baquvvati. Kel meni oldimga, kel aqo. Mishka, qalaysan? Yaxshimisan? Voy 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 voy. Voy, ana sakrab o'tib ketdi. Siz xolab yurgandan-da, mana chorvadorlar uchun Qozog'istonning Aktobesidan kelgan mana 7 oylik, 8 oylik novvoslar. Ko'rishingiz mumkin.